Xullas kalom bittasi qishloqqa nimaga boribdi? Ma'ruza qilgani boribdi. Ma'ruzachi bu ma'ruza qiladigan zalga kirsa bir kishi o'tirgan ekanda. Otaxon qolganlar kelmadimi? Desa endi bolam bu yer bu qishloq. Birini qo'yi bor, birini moli bor, biri dalada, biri suvni boshida. Men bekor edim, keldim. Men bir cho'pon odamman o'zi. Desa, nima deysiz endi? Tayyorlanib kelgan mavzuni gapiraveraymi yo ketaymi desa boyagi chol. Endi bolam men og'ilga borib qarayman. Agar bitta mol kelgan bo'lsa ham yem beraman. Debdi. Ha, bo'ldi deb gapirishni boshlabdi. Rosa 1 soat ma'ruza qilgandan keyin oxirida terlab pishib oldiki, otaxon qalay, yaxshi bo'ldimi, zo'r bo'ldimi desa, yaxshi bolam, lekin men hamma mol ovqatini bitta molga bermayman.